Bu elektromagnetik klapan, bu ham холостой hod uchun javob beradi. Buni ham ichida klapani bor. O'sha qotib qolmagan bo'lishi kerak. Ishlayapti. Benzin deligirovkasi. Buni ham ichish shart. Bu холостой hodga javob beradigan jiklov. Buni ham yechish shart. 3 teshik bo'ladi. To'lib qolmagan bo'lsin. To'lib qolgan bo'lsa tozalab olasizlar. Xo'sh, mana shu yerda qotib qoladi. Ko'pchilikda bo'ladigan muammo gaz qaytmay qoladi. Yozda changda yurgan paytlaringizda keyin ko'pchilik pujni tortib qo'yadi. Pujni tortmaslik uchun yechib olamiz. Pujni bo'ladi. Pujni turishlariga e'tibor beramiz. Bu yoqda stopper turadi. Pangasini обязательно almashtirib olasizlar. Mana o'q chiqadi mana. Bitta qum qog'ozni olasiz. Shunaqa dumaloq qilib. Yaxshilab tozalab olasiz. Bu narsa gaz qotib qolganda yordam beradi. Atak butulkasi o'lgan bo'lsa, buni almashtirish kerak. İkisi tarafını ham.